qilaman deb. Hadi xotin tug'ma kuningni tabriklayman. Bugun aytgan narsangni olib boraman. Rahmat pullaringni. Aka bo'ldi. Hozir 1 minut. Aka men sizdan sadaqa so'ramayapman, mehnat haqimni so'rayapman aka. Bobur Mansurni taniysanmi? Taniyman. O'shaning boyqani men bo'laman. 5000 bergan. Ne bo'ldi? Uyam ketdimi? Ya aka 5000 ga ham beraman, 5000. Bo'ldi. Bunaqada birimiz ikki bo'lmaydi. Menga qara gardi. Elegantdan. Hozir ko'rdim. Reklama berayotgan. Aksiyont olyapti ekan. Aka aksent ishlamaymiz-ku, eplolmaymiz uni. Menga qara, shuncha odam eplayapti, eplaymiz. Qachongacha yuramiz bunaqa sovuqda? Boyishimiz kerak. O'zingda bosib ol. Yaxshi kiyiming bormi? Yaxshi kiyimim topamiz. Top. Bo'lmasa, ketdik elegantga. Mana endi biz ham boy bo'lamiz, gardi. Qanaqa kiyim kiyding? Qanaqa kiyim kiyding? Xotinimnikini kiygan bo'lsan, qayerda ko'rgansan? Kostyum bilan krossovka kiyganini. Instagramda ko'rdim, hamma shunaqa kiyapti. Instagramda ko'rsang kiyaverasanmi? Mayli, amaki kalish bilan kostyum kiyib olibsiz. Bu moda. Modani qayerdan bilarding? Menga qara. Mashina yuvadigan latta yoningda emasmi? Latta nima qiladi menda? Ozgina dog' tegibdi-da, to'g'ri aytdik. Mayli. Ketdikmi? Ketdik. El. Qanaqa el? Elegant. O'qimagan. Qanaqa elegant o'qigan. Yana qancha turasan? Mana. Qani yuribdi. Tiqil. Shu yerda ham tiqil. Yaqaki. Mana yerda tur. Shu yerda tur. Shunday tur, hop. Tiqilib o'l hamma yerga. Yaqaki, orqada yur. Orqadan nega tiqilasan? Millat sharmanda qilsa. Kafelmi? Amaki yaxshi bo'lmabdi. 50 ming yuvib berardim lekin. Assalomu alaykum. Sharmanda qilma karri. Biz endi mo'ychiga emasmiz. Tushundingmi? Endi biz absentmiz. Shunga qarab yur. Oho, amaki Yaponiyami? Menga qara. Ke. Taq. Sen real hayot bilan rasmni farqiga bormayapsan. Menga qara, sharmanda qilma. Hozir ichkariga kirganda faqat men gapiraman. Tushundingmi? Boshliqni oldida har biri deb sharmanda qilma. Hop, ana qol. Siz yur. Oho. Egasi juda boymi deyman-da. Nimaga? Mana ular til odammi deyman-da, amaki. Nega buni tilla deyapsan? Sap-sariq-ku. Sirtda berma, sharmanda qilma. Ishingni ko'rsat. Nima sap-sariq? Seniki ham tilladanmi? Yur, hamerga. Rostdan tillamasin. Plasmassa ekan. Boshliq qaysi bo'lsa? Men ko'rganman. Ha, ana shu boshliq bo'lguncha. O'zim ham bilaman. Hayda. Menga qara, garni. Turib kim ketdi senga krossovka bilan kafelda yuradi. Nima qilay? Turgan, o'rnimga qara. Kelinglar. Xo'jayin, e'lon bo'yicha keldik. Elegantga ish qilyapsiz ekan, ikkita opsiyon Toshkentlarda ishlaganmiz. Nimani haqida kelyapti? Bilmasam, oshxonaga ovqat qilayotgandir-da. Choyxona-ku.
Hatto har xil xizmat. Sizlar kiyganlaringcha bunaqa hid yo'q edi-da. Mayli oyoq kiyimlarni kiyib olinglar. Hop. Yo'q, meniki sasmaydi. Har kun qachib yo'qman-ku amaki. Voy, dalbayoq kishi degandan keyin kiy. Jonga tegding sen ham. Absentga e'lon bergan ekansiz. Zo'r absentlarimizda. Hamma shartlar gapirdi. Ko'rmagan? Yog' tashiymiz, xo'jayin. To'g'ri. E'lon berganmiz, ofisiant kerak, lekin sizlar bizda ishlashlaringga ko'zim yetmayapti-da. Sizlar moykaga borib ishlaslaring menimcha yaxshi bo'lar. Mabodo moychik emasmisizlar? Seni basharang sotyapti, Garri. Menga qarang, nima u ustimizda kulyapmiz. Hamma milliy taomlar qilish qo'limdan keladi. Osh, sho'rva, shashlik, jiz, kabob hammasini qila olaman. Oshirolmadingizmi? Tuxum ham qo'yamiz. Ey, bor. Ana tur. Yaxshi, xabarlashamiz. Nomerlaringni menejerga tashlab ketinglar. Ish o'rni bo'shasa xabar qilamiz. Yaxshi, ketamiz. Lekin pul yaxshi yo'lmagan aytib qo'ying. Amaki bu odam yaqin sinib ketadi-yu. Nega? Sizlaring o'zimizga o'xshagan ekanlar. Tashchi bo'lib qolgan, 3 kun bo'lgan yo'lmaganiga. Oyog'imiz aytadi. O'zimizga. Qara, ketdik. O'rtoqboshi xabaringiz bormi? Ertaga ikkita qizimiz ishga chiqmaydi. O'rniga ofisant topdingizmi? Niye ishga chiqmaydi? Xabaringiz yo'qmi? Ular turmushga chiqyapti. Xudo xolasa to'yga boramiz. Esimda. Ofisiant kerak edi-ya. Bo'ldi, hal qilamiz. Ko'rdingmi, Garri? Yana mo'ychi qilamizmi endi? Boshqa ish topmoqchi. Sizlar xo'jayin chaqiring, xo'jayin. Yana qachon? Eshitdilaringmi, xo'jayin chaqiryaptilar. Endi ketdik, amaki. Yaxshi. Esa restoranimiz haqida qisqacha ma'lumot beraman. Elegant restoranimiz. Naqd O'zbekistonning markazida joylashgan bo'lib, 12 ta viloyatdan qatnaydigan odamlar mana shu yerga kirib o'tishadi. Shuning uchun uyaltirib qo'ymasliklaring kerak. Sizlarga 3 kun sinov muddati beraman. O'zlaringni ko'rsatsalaring, yaxshigina oylik bilan ishga olaman. Kelishdikmi? Bo'ldi. Sharmanda qilmaymiz. Nima Garri? Sharmanda qilmaymiz. Bo'ldi. Shonimizga. Ko'rdingmi, Garri? Omadimiz keldi. Amaki. Elegant. Restoranda ishlaymiz. Endi biz mo'ychiga emasmiz, gavdangni ko'tar. Ertadan soqolimni olib boshqacha bo'lishimiz kerak. Amaki. Restoran ishchisi. Endi bizni kuzating. Garri va amaki qissalari boshlandi.